Mazkur tadbirning maqsadi o'zbek tilining tarixiy ahamiyatini, millatimiz hayotidagi o'rni va qadrini keng targ'ib etish, yig'ilganlarda ona tiliga mehr, hurmat va faxr tuyg'usini yanada mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Jarayon davomida o'quvchilar tomonidan o'zbek tiliga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari, she'rlar, qo'shiqlar va videoroliklar namoyish etildi. Shuningdek, ishtirokchilar o'rtasida o'zbek tiliga oid viktorina va savol-javoblar o'tkazildi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning o'lmas satrlarini bugun yodga olmasak ilojimiz yo'q. Ming yillarkim bulbul kalomi o'zgarmaydi yaxlit hamisha. Ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsanki, bulbul kuyun kuyga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Shunday ekan, tilimizni doimo avaylashimiz kerak, asrashimiz kerak. Kelajakdagi yosh avlodlarimizga uning ma'naviy boyligini singdirib borishimiz kerak. O'zbek tili bu millatning ruhi, yuragi va iftixoridir. O'tkazilgan tadbir o'zbek tilining boyligi, jozibasi va go'zalligini yana bir bor yodga olishga xizmat qildi. Har bir yurtning o'z dili bo'lganidek, bizning yurtimizda ham o'zimizning tilimiz, ona tilimiz bor. Bugun mana shu ona tilimizning maqom berilganiga 36 yil bo'libdi. O'zbek tilini biz maktabimizda ham mana shu bayramni nihoyatda ko'tarinki ruhda o'tkazamiz. O'quvchilarimizga har haftalik yaratganmiz, haftaligimizda har bir sinfimizda mana shu tilimiz va dilimiz haqida, ona tilimiz haqida ustozlar hammamiz birgalikda ishlar olib boramiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, tashkil qilingan tadbir orqali yoshlarimiz o'zbek tilining ahamiyati va uni asrab avaylash lozimligini, u bizning qimmatbaho boyligimiz ekanligini angladi desak mubolag'a bo'lmaydi.